O'zi roltini yeb o'tiradi, qo'ldan iPhone. Uka, iPhone men roltir yemang, boshqa narsa yeng. Qo'lda iPhone, miyada alif yo'q. Biramada jiringlamaydi telefon. Chunki puli yo'q uni. Nima kerak bu? Ko'ryapsiz, ong buzildi. To'xta, bugun iPhone olmay, shuni o'rniga bir оборот qilay, erta joyga to'lab ilm olay, shogird tushay, keyin bo'laveradi demayapti bugun yoshlar. Bugun toldan tutdan qilib, kimdan bo'lsa ham qarz qilib bo'lsa ham bitta mashina olib, aynini qoraytirib, milisadan qochib yursa bo'ldi. Chunki $1000 ga to'lamaganda uni. Qochib yuradi tanirovkan qolib. Katta ketdi. Fikr shuna bo'lib qolyapti. Chunki chiroyli usti-bosh bo'lsa, bitta telefon bo'lsa, shuni ko'rsatib ushab yursa shu uchta ko'zini. Nima o'zgaradi? Aytingmi? Bitta so'ltamat, zo'r qilib kiyintirdingiz, qo'liga iPhone 13 ni berib qo'ydingiz. Hop, jentrani qorasiga 100 tanirovka qilib, otini yozdirib berdingiz nomeriga. Nima bo'ladi? Roldagi so'ltamatmi sulton bo'lib qoladi? So'ltamat o'tiraveradi u. Xursand